Assalomu alaykum hammaga. Tak. Jetur X70 Plus mashinamizni arqa amortizatorlarini ham qo'ydik. Prujinlarni qo'yib, chashkalarni qo'yib teramiz. Sayni bloklarni ham yangisidan qoqib edik. Sayni bloklari ham yirtilib ketgan ekan. Bu mashina bizadan oldin polni qadavoy qilganlar, ondan ketgancha egasiga yetgancha qilganlar qadavoyni ham kecha video qildim. Mana sayni bloklar, komfort amortizator, sharavoy, nakonechnik hammasi yangisidan qo'ydik. Motor yog'larini ham to'kdik. Tak, motor yog'laridan qo'yamiz 8100 brendidan и massaviy filtr, воздушный salonli filtrlarni ham yangisidan qo'yamiz. Mana bu kechaki o'zidan chiqqan amortizatorlar, Gentra sayni bloklar qo'yganlar, mana shu narsalarni ochib tashladik. Kim mana xizmatga keraksa, telefon qilib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytgancha arqa amortizator 2 dona qoldi. Shu 2 dona tamom. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa endi bir 20 kun, 1 oydan keyin Xitoydan keladi yana.